İstanbul. Ko'pchilik o'ylarkanki Istanbul Turkiyaning shahri, ammo bunaqa emas. Turkiyaning asl poytaxti, ya'ni poytaxt shahri. Endi esa o'ylaymanki zaldagi yoqimli ifor barchangizning e'tiboringizni tortib ulgurdi va navbat dunyoga mashhur turk oshxonasiga. Bugun biz siz uchun maxsus tayyorlagan tansiq taomlarni taqdim etish uchun sahnaga navbatdagi 2 nafar qizimizni chaqiramiz. Inson haqida asosiy ma'lumotlar. Maydoni 3,29 million kilometr kvadrat. Aholisi 2021 yilda 1,44 million aholiga ega bo'lgan va bu